Nima deb o'ylaysiz? Insonga muhabbat bir marta beriladimi yoki takror berilaveradimi? Muhabbat o'zi nimaga ekanligiga bog'liq. Muhabbat ikki xil bo'ladi. Majoziy bo'ladi, haqiqiy bo'ladi. Majoziy muhabbat yoshligida hali ko'p narsani anglamay, tushunmay turgan paytida uyg'onadi. O'zi hub kalimasi bir ma'noda qalbni to'ridagi, qalbni ichidagi urug'ga aytiladi o'zi. Habba deb arablar urug'ini aytadi. Hubbun ham shu. Qalbni urug'ida u. Urug'i bo'lmasa o'smaydiki, meva bermaydiki. O'sha urug' agar qaysidir bandani yaxshi ko'rib qolsangiz, nimagadir bo'lgan mehringiz, muhabbatingiz bo'lsa, borib shu qalbdan Allohga bo'lgan muhabbat umid qilinadi. Tasavvufda gap bor. Muhabbatul majazi qantaratul haqiqa degan.